Takosur surasi Makka da nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Takosur biror narsani to'plab ko'paytirish ishtiyoqida bo'lish. Surada mol dunyo to'plash harakati bilan ovora bo'lib, Allohni yod etish va uning buyruqlarini bajarishga vaqt topolmay qolgan dunyoparast kishilar qoralanadi. Lekin ular haqiqatni bilib, chuqur idrok etganlarida bunday qilmasliklari, dunyoparastlik oqibatini esa yaqinda, ya'ni hayotdan ko'z yumgach, hamda oxiratdagi jazoni muqarrar ekanini ko'rib bilganlaridan keyingina anglashlari. Shuningdek, o'sha kuni dunyoda ato etilgan ne'matlardan hisobot olinishi to'g'risida ogohlantiriladi. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Ey insonlar, sizlarni mol dunyo ko'paytirish Allohga ibodat qilishdan mashg'ul qildi. Hatto maqbaralaringiz ko'pligi bilan faxrlanishgacha bordingiz. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Yo'q, yaqinda buning oqibatini bilursiz. Yana bir bor yo'q, yaqinda bilursiz. Yo'q, agar dunyoparastlik oqibatini aniq ilm bilan bilganingizda edi, uni do'st tutmas edingiz. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Qasamki, albatta sizlar do'zaxni ko'rasiz. Yana bir bor qasamki, sizlar uni aynan ishonch bilan ko'rasiz. So'ngra ana o'sha kunda, qiyomatda albatta sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida so'roq qilinursiz.